Energichniy odamsiz. Qandan olasiz shuncha motivatsiyani aka? Men energiyani ota-onamdan olaman. Ota-onam har doim har kuni duo qiladilar. Har doim o'g'lim mahkam bo'l, harakatda bo'l, to'xtama. Ota-onamning ko'proq motivatsiyani ota-onamdan olaman. Baxt siz uchun nima? Baxt meni oilam, meni ota-onam, meni ayolim, meni bolalarim, meni baxt shu menga eng yonimda bo'lgan shular baxt deb bilaman. Shunaqa sportsmen, sport ustasi nimadan qo'rqadi? Menmi? Ha, siz. Bu tochkaga uradigan savol berdingiz. Shuncha mana hozir mana o'zi gapiryapman, anaqa ketyapti odam. 25 yildan trening qilaman. Yonimda yurgan yaqinlarimni yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman. Anaqasi shu. Dunyoda eng mashhur odam bilan ko'rishib, gaplashib o'tirish imkoni bo'lganda, tiriklardan kim bilan gaplashib o'tirgan bo'lardingiz? Bitta niyatim bor. Xudo xolasa, balki ham xudo xolasa amalga oshadi. Tayson bilan o'tirib, nimaga Tayson hayotini yaxshi ko'raman, qiyinchilikdan chiqqanda Tayson ham. Men o'tirib, u bilan suhbat qilishchi bir niyatim bor. Ilohim, niyatingizga yeting aka. Ketgan vaqtingizga rozi bo'ling. Sizga rahmat. Like, podpiska bosish, bu videoni do'stlarga jo'natish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.